Hammaga assalomu alaykum, xayrli tong, xayrli kun va xayrli kecha do'stlar. Bugungi videoda biz eshik orti effektini qanday qilishni o'rganamiz. Nuendo programmasida. Tasavvur qilingki, sizda mana bunaqa sahna, animeda filmda farqi yo'q. Personaj eshikni ortida gapiryapti-da va shu effektni siz qaytarib berishingiz kerak, ko'rsatib berishingiz kerak va bu qaysi pluginlar bilan qilinishini sizga ko'rsatib beraman. Bir nechta uslublar bor. Eng oddiysidan boshlab eng qiyinigacha ko'rsatib beraman. Kelinglar, oldin boshida biz bitta daroshka yozamizda gaplarni va o'sha daroshkaning ichiga effekt qo'yishni boshlaymiz. Hoy! Kimdir bormi? Mikrofon o'chiq ekan, yana bir marta. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Bo'ldi, yozdik. Endi biz nima qilamiz? Ustiga albatta effekt qo'yamiz. Birinchi o'rinda biz qanday effekt nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda biz xuddi ko'rpachani ortida eshitilayotgandek qiladigan effekt qilishimiz kerak. Bu uchun bizga nima kerak bo'ladi? Equalizer kerak bo'ladi. Equalizer orqali biz ustidagi baland chastotalarni kesamizda va orqadagi chastotalarni qoldiramiz. Mana bunday qilamiz. Devorni ochamiz-da, devorni bunday qilib qo'yamiz. Itak, endi eshitib ko'rishimiz kerak. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Mana uje o'xshayapti, xuddi eshikning ortida gapirayotgandek o'xshayapti. Lekin biz yana sal bunday qo'shsak, hoy! Kimdir bormi? Uje o'xshamayapti. Shuning uchun sal ko'proq kesamiz-da va basni ham sal kesamiz. Mana bundayroq. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Uje o'xshayapti, to'g'rimi? Oddiy, mana qiyin emas. Shunday kesib, shunday qilsangiz, uje eshik orti effektida eshitiladi. Lekin eshik ortida bo'lganingizda nima bo'ladi? Reverberatsiya bo'ladi. Buni qaytarish uchun nima qilishimiz kerak? Albatta reverberatsiya qo'yishimiz kerak. Ikkinchi plugin bu reverberatsiya. Farqi yo'q, o'zingizga любой qulay reverberatsiyani qo'ysangiz bas. Faqat albatta bu reverberatsiya kuchli bo'lmasligi kerak, chunki eshik ortida bo'lganingizda odam yaqin bo'lganda esa reverberatsiya kuchli bo'lmasligi kerak. Lekin sahnalar albatta har xil, masalan, personaj xonaning ichkaridagi personaj uzoqda bo'lsa, uzoqda darvoza orqasida kimdir gapirayotgan bo'lsa, albatta reverberatsiya sal kuchliroq bo'lishi kerak, o'sha uzoqdaligini bildirish uchun. Kelinglar, biz Pro'ni ishlatmayman. Oxirgi payt men faqat Altiverb ishlatyapman. Altiverb qo'yaman. Farqi yo'q, men prosta Altiverb men uchun qulayroq. Pro R2 ni ishlatsangiz bo'ladi yoki yana Chameleon ishlatsangiz bo'ladi. Har xil reverberatsiyalar bor. Itak, men domestikni tanlayman. Tak, domestik. Misol uchun nima mana shu kladovka bo'lsin, mayli. Tak, endi eshitamiz. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. O'zgartirmasam bo'lar ekan-a? Uje zo'r tushdi. Nastroyka qilaman deb o'ylagandim, lekin nastroyka shart bo'lmadi. Uje juda yaxshi eshitilyapti. Xuddiki eshikning ortidan kimdir gapirayotgandek bo'ldi. Bu birinchi misol edi. Ikkinchi misol. Xuddi shu Altiverb bizga kerak bo'ladi. Ikkinchi misolda o'sha Altiverbsiz iloji yo'q. Biz ProQ 3 ni olib tashlaymiz. Bo'ldi. ProQ 3 ni olib tashladikda va yana domestikka qaytamizda. Next door degan bor. Mana bu yerda next door knopkasi bor. Ko'rib turganingizdek rasmlarda hozir kattalashtirsam, o'zini kattalashtirmas ekan, mayli. Ko'rib turganingizdek rasmlarda subwoofer turibdi va kichkinagina mikrofon turibdi. Bu subwoofer bu ovoz kelayotgan taraf, mikrofon bu ovoz yozilayotgan taraf. Har xil vaziyatlar bor. Pastki qavatda eshitayotgan bo'lishi mumkin, kimdir gapirayotgan bo'lishi mumkin, siz tepada turib eshitayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki oyna ortida va siz ichkarida. Shuning uchun e'tiborliroq bo'ling, yoki hattoki ikkita xona narida eshikning ortida bo'lishingiz mumkin. Biz qaysi birini tanlaymiz? Biz mana buni tanlaymiz. Mana bitta xona ortida bo'lib turib, eshik yopiq bo'lib turib, eshitib turibdi. Tanladik. Tak, bo'ldi, tanlandi. Endi nastroyka qilishimiz kerak. Hoy!
Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hop. Ko'rib turganingizdek, xuddi ish ortidagi уже ishlayapti. Equalizer ham shart emas. Juda qulay plagin. Shu plaginni ishlatishga maslahat beraman, o'rnatinglar. Aynan mana shunaqa effektlar uchun nastroyka qilish ham shart bo'lmay qoladi. Lekin bu yerda bizga sal kerak. Bu yerda biz mix news voice qilgan bo'lsak, size ni kamaytirishimiz kerak ekan. Ya'ni razmerni. Size juda katta, как будто bu qanaqadir katta kladovka ichida gapirayotgandek bo'lyapti. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hop. Vot, endi xonaning ichida gapirayotgandek bo'lyapti. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Vot. Ancha yaxshi. Vot, Alt-Tab orqali qilsangiz bo'ladi. Itak, endi biz nafaqat eshik orti effekti, suvni tagidagidek effekt ham bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat equalizerni o'zi yetadi. Lekin ko'proq kesasizda o'shanda. Ya'ni mana bunday olasizda, prям devor qilishingiz kerak, anaqa brick wall bo'lib turish kerak, devor qilib mamnun qilib qo'yishingiz kerak. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Vot. Keyin mana bu yerda sal tushirish kerak. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Kimdir bormi? Vot, bayog'ini sal kesamiz, ko'p emas. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Bo'ldi. Suv osti effekti, ya'ni personaj suvni tagiga tushib chiqayotganda bo'lib gapirib qoladigan holatlar bo'lishi mumkin, lekin odatda bu yerda original qoldiriladi. Lekin animatsiya bo'lsa, albatta buni qilishga to'g'ri keladi bu effektni. Agar istasangiz dublyaj qilayotgan bo'lsangiz, yoki qanaqadir video qilayotgan bo'lsangiz, bu sizga qulay bo'ladi. Vot, buni avtomatizatsiya qilsa bo'ladi, ya'ni o'zi yopib tashlab, o'zi ochib tashlab, o'zi yopib tashlab, o'zi ochib tashlab qilsa bo'ladi, sahnaga moslashtirib. Bu juda qulay narsa. Reaperda ham, anaqada ham, Noinda ham buni qilish iloji bor. Hozir sizga buni ko'rsatib beraman. Qaranglar, biz bu yerda nima qilamiz? Voy beka, biz bu yerda nima qilamiz? Biz bu yerda mana buni o'chiramizda. Mana bunday qilib turamiz. Endi qaranglar. Read write ni yozdim. Playni bosishim bilan bunday qilishim kerak. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Endi qarang. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! degan ovoz chiqyapti. Bu nima uchun bo'lyapti? Bu слишком devor qilib olgani uchun bo'lyapti. Yana bir qilib ko'raylik. Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Hoy! Kimdir bormi? Qarab olinglar iltimos. Hoy! Vot, endi как будто bu suv tagidan tushib chiqayapti. Mana shunaqa bo'lyapti. Write и read degan knopkalar shular kerak avtomatizatsiya uchun. Vot. Shunisi bilan Noin menga yoqadi. Bu effektni, bu usulni men deyarli Arkane har bir qismida ishlatganman, Arkane serialida. Iltimos ko'ringlar. Frame platformasida tomosha qilsangiz bo'ladi. Reklama emas, просто meni va meni jamoamni anaqasi bu mehnati va tomosha qilishga arziydi. Ikkinchi fasli. Vot, xullas shunaqa, xuddi shunday qilinadi. Bu oson, qiyin emas, ko'rib turganingizdek. Dars shu edi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Albatta obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Ko'rishguncha, xayr.